O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti Andijon mintaqaviy filiali ilmiy xodimlari tomonidan mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalarni ulgurji va chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 5-avgustdagi 481-son qarori, qaror nizomining 36-ilovasida keltirilgan litsenziya olish bo'yicha talablar, jumladan edukarantin.uz onlayn platformasida o'qib, malaka oshirilganligi to'g'risidagi sertifikatni qo'lga kiritish bo'yicha tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Qarorga ko'ra, mineral o'g'itlar va kimyoviy vositalarni ulgurji va chakana savdosi bilan shug'ullanuvchi fuqarolar o'simliklar himoyasi yo'nalishida oliy yoki o'rta maxsus mutaxassislikka, shuningdek, edukarantin.uz onlayn platformasida malaka oshirganligi to'g'risida sertifikatga ega bo'lishi kerak. Buning uchun edukarantin.uz saytidan yagona identifikator orqali ro'yxatdan o'tib, to'lovni amalga oshirish talab etiladi. 4 xil yo'nalishdagi o'quv kurslarining har biri 36 ta darsdan iborat bo'lib, tinglovchilar O'simliklar karantini va himoyasi ilmiy-tadqiqot instituti olimlari tomonidan tayyorlangan video darsliklarni qulay bo'lgan vaqtda tinglashi mumkin. O'quv kurslarini muvaffaqiyatli yakunlagan tinglovchilar sertifikat asosida ta'lim olgan yo'nalishlari bo'yicha pullik xizmat ko'rsatishlari mumkin. O'quv kurslarida tinglovchilar yoshi chegaralanmagan. Tadbirkorlarga yuqoridagi va boshqa qo'shimcha ma'lumotlar ilmiy xodimlar tomonidan yetkazib borilmoqda. Tushuntirish ishlari davom etmoqda.